Barchaga assalomu alaykum. Bog'ot tuman markazida Qaldirg'ach kafe yonida shu ko'rib turgan binolarimiz sotiladi. Hozir ko'rgan videolaringiz demak binoning qisqacha ko'rinishi edi. Hozir to'liq ko'rinishni ko'rsataman. Demak, tashqarida 2 eshik qaralgan. Bu yerni uy tarafga beri xohlasangiz do'kon yo boshqa biznes qilishingiz mumkin. Bu yerda hozir non sex tashkillashtirilgan. Bu yer ham ancha katta, ko'rishingiz mumkin. Binomizning 1-etaji. Bu yerda demak non sexi non yopilgan. Demak, xonamiz polniy kamera kuzatuv ostidan ko'rishingiz mumkin. 1-etajda ham kuxnya, ya'ni oshxona mavjud. Gaz plita hammasi aristollari bilan. Bu yerda asosiy eshik, ya'ni uy tomonga kiradigan eshik. Bu yerdan bir xona mavjud. Eshikdan kirgan o'ng tarafda esa ikkinchi etaga chiqadigan zina bor. Zinalar ham yana g'ollar bilan to'shilgan. Va bu yerda yana bitta boni, unitaz, boni hammasi mavjud. Kladopka ekan. Bu yerda supamiz. Bu yerda zal, tayyorga to'shilgan, ob'y qo'yilgan. Yotoqxonaga o'tish mumkin. Bu yerda ham yana bir oshxonamiz mavjud. Oshxonada hamma narsa bor. Mebel, gaz plita hammasi. Va bu yerdan 2-etajdan boni, tualet hammasi mavjud. Yana bir oshxonamiz mavjud. Oshxonada hamma narsa bor. Mebel, gaz plita hammasi. Va bu yerdan 2-etajdan boni, tualet hammasi mavjud.